O'tgan 10 yillikda olmagan bilimlaringizni 10 kunda olishni xohlaysizmi? Assalomu alaykum, men ismim Ulug'bek, men liderlikni rivojlantirish va shaxsiy rivojlanish bo'yicha murabbiyman. 24-iyundan boshlab 3-iyulgacha hayotni samarali boshqarish, shaxsiy rivojlanish kursini boshlayapmiz. Bu kursimizda siz katta ehtimol bilan o'tgan 10 yillikda ololmagan bilimlaringizni 10 kunda olishingiz mumkin bo'ladi. Bu kursda nima muammolarni hal qilasiz? Boshingizdagi kerak emas o'y, xayollar va sizni tushkunlikka tushirib qo'ya turgan fikrlardan qutulasiz. Aniq maqsadlaringizni belgilab olib, qayerga qarab yurishingiz kerakligini aniq bilib olasiz. Dangasalik, tushkunlik va yalqovlikdan qutulasiz. Va katta ehtimol bilan siz eng muhim bo'lgan va oldingizda turgan 10 yillikda ham olishingiz qiyin bo'lgan bilimlarni 10 kunda olishingiz mumkin bo'ladi. Natijaga men 100% kafolat beraman. Bordi-yu sizda natija bo'lmaydigan bo'lsa, siz to'lagan to'lov 100% qaytarib beriladi. Bunaqa imkoniyatni sizga yana kim beradi? Foydalanib qolinglar do'stlar bu imkoniyatdan. Demak, 10 kunlik hayotni samarali boshqarish kursimizda sizni kutib qolaman. Kursimiz yopiq Telegram guruhda har kuni kechki soat 21:00 da boshlanadi. Bunaqa imkoniyatdan foydalanib qoling. 10 kunda hayotingizni tubdan o'zgartirishingiz ham mumkin bo'ladi. Hammalaringni kutaman do'stlar.